22-sentabr kuni tushdan keyin Amerika Davlat Majlisida muzokara qilinayotgan Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi Amerika Avom palatasida 3 ga qarshi 406 ovoz bilan ma'qullandi. Mazkur qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullanib rasmiy qonunga aylansa, Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan har qanday mahsuloti majburiy emgak chetishlik emasligini isbotlab berguchi yetarlik dalil isbotlab bo'lmagan ahvolda Amerika tamojnasida musodara qilindi ekan. Bu qonun loyihasi Kengash palatasi tomonidan ma'qullangandan keyin Prezident Trumpga sunilib, imzolangandan keyin rasmiy qonun bo'lib shakllandi. Buningdan ilgari Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuni Amerika Avom va Kengash palatalarining mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullashi hamda Prezident Donald Trumpning imzo qo'yishi bilan Amerika hukumati e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi tunji qonun bo'lib qolgan edi. Bu qatimliq Uyg'urlardagi majburiy emgakni cheklash qonun loyihasi o'ngishli holda rasmiy qonunga aylansa, Amerika hukumati e'lon qilgan bu vaqtdagi ikkinchi qonun hisoblanadi. sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı 75-navbatlik umum majlisining munozarasi boshlandi. Amerika prezidenti Trump nutq so'zlab, Xitoyning virusni dunyoga tarqatganligini tanqid qilib, 188 davlatda sonsizlagan kishining jiniga zomin bo'lganligini, Dunyo sahiyat tashkilotining Xitoy tarafidan kontrol qilinganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı'ni tunji qatim Xitoyning mas'uliyatsizlik qilmishiga mas'ul bo'lishini talab qilib, virusning eng dastlabki mezgilida Xitoy davlat sayyohatini taqaganligini, davlat ichi aviatsiya liniyasini amaldan qoldirib, fuqarolarni o'z uyiga solab qo'ygan bo'lsa-mu, xalqaroliq aeroplanlarning Xitoydan ayrilishiga va virusning dunyoni yuqumlantirishiga yo'l qo'ydi. Xitoy hatto mening ularning davlati qo'ygan sayohat cheklamamni aybladi. Amaliyotda Xitoy hukumati va Xitoy kontrolligidagi Dunyo sahiyat tashkiloti Xitoy virusining kishilar o'rtasida o'zaro tarqalganligiga oid hech qanday paket yo'qligini yolg'on o'tirib qo'ydi. Keyin ular xato holda kasallik alomati bo'lmagan kishilarning kasallik tarqatmaydiganligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı cho'qim Xitoyni o'z harakati uchun javobgarlik tortish kerak. Uningdan boshqa Xitoy har yili millionlagan tonna plastik va axlatlarni dengiz okeanga tashladi. Boshqa davlatlarning dengiz tavallikida haddidan ziyoda beliq tutdi. Marjon xadi toshlarini keng ko'lamli vayron qildi. Dunyodagi boshqa davlatlar qaraganda necha ko'p zaharlik samobni atmosferaga qo'yib berdi. Karbon qo'yib berish miqdori Amerikaning ikkasiga teng bo'lib, tez sur'atda ko'payyotdi. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı unumli tashkilot bo'lmoqchi bo'lsa, u holda cho'qim dunyodagi haqiqiy masalalarga, ya'ni terrorlik, ayollarga zulm qilish, majburiy emgak, zaharlik chekimlik atkazchiligi, odam va jinsiy atkazchilik, diniy ziyonkashlik, osonlik millatlarga qarata etnik tozalash ilib berish qatorliq masalalarga diqqatini markazlashtirish kerak dedi. Prezident Trump Birleşken Devletler Teşkilat Majlisidan iborat bu cho'ng sahnada Xitoyni ochiq-oshkor ayblab, 8 minutga yaqin nutqida Xitoyni 12 qatim tilga olgan. U yana Xitoy iqtisodining tez taraqqiy qilishi, insonlar muhitini qurbon qilish badalik kelgan deb aybladi. Xitoy Kommunist Partiyasining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga ziyonkashlik qilganligini oshkorlagan Germaniya olimi Adrian Zenes 22-sentabr kuni Xitoyning Tibetliklarga oid eng yangi tekshirish sonliq ma'lumot dokumentini e'lon qilib, Tibetlarning Sharq Turkiston Uyg'urlariga o'xshash ziyonkashlik uchraydiganligini oshkorladi. Dokumentda Xitoy Kommunist Partiyasi Tibet dehqonlari va chorvachilarni keng ko'lamda qattiq boshqarilgan harbiy tuzumda mashq markaziga avatib, ularni arzon emgak kuch qilib tarbiyalaganligini, 2020-yilning oldingi 7 oyida Xitoy atalmish namratlikdan qutuldirish va Tibetga yordam berish nomida 500 mingdan ortiq yezi emgak kuchini qabul qilgan bo'lib, shu yerdagi aholilar nopasining taxminan 15%ni egallaydiganligini. Bu emgak kuchlarini yetkazish programmasi 2005-yilda boshlanib, ayni vaqtda Tibet avtonom rayon Lasodagi dehqon chorvachilar uchun kichik ko'lamdagi yezi 5 emgak kuchlarini tarbiyalash va ishga o'rlashtirish programmasi tuzganligi. 15-5 yillik planda bu xil tarbiyalash va emgak kuchlarini yetkazish turlarining Tibet avtonom rayonining har qaysi joylarida keng ko'lamli elib berildiganligi belgilanganligi. Bundaq rezil tuzumning hozirgacha davomlashib kelayotganligini bayon qilgan. Adrian Zenes dokladda yana Tibet avtonom rayonlik hukumat bu yil avgust oyida e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda 2020-yilning oldingi 7 oyida 540 mingdan ortiq yezi emgak kuchi bu programma qatnashtirilib, iyul oyiga kelganda yillik nishon planining 90,15% o'rindalganligini. Buning ichida 49900 kishi Tibet avtonom rayonining boshqa joylariga, 3000 dan ortiq Tibetlikni Xitoyning boshqa o'lkalarga yo'tkaganligini eskartgan. Xitoy hukumatining Tibetlarning kundalik hayotiga bu qadar arilish qilmishi, Amerika fuqarosi sifatida saqchi bo'lib ishlayotgan Baymadoji Amwang ismli Tibetning Xitoy hukumati uchun josuslik qilish sababidan 21-sentabr kuni Nyu-York shahrida qo'lga olinishi haqidagi xabarlar bilan birlikda zo'r diqqat qo'zg'amoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining Janvada o'tkazilgan 45-qatimliq yig'inida Xitoy ayol vakili yig'inda adabsizlik qilib ko'zga ilmagan holda
Birleşken Davlatlar Teşkilatı vakili baş icroiya amaldori Xelil Nir söz qilayotganda ko'p qatim ustalni chekish orqali aralashib, Sharqiy Turkiston jazo lageridagi Xitoy kompartiyasining ziyonkashlik uchrayotganligi to'g'risidagi haqiqatni oshkorlashiga to'sqinlik qilgan. Dastlabda yig'in raisi so'zlayotgan vakilni vaqtliq to'xtatib, Xitoy ayol vakilining talabini rad qilib, so'zlayotgan vakilni so'zini davom qilishga buyurgan. Xitoy vakili davomli ustal chekkanda yig'in raisi va boshqa vakillar uningga pisand qilmagan. Shundaqdimi Xitoy kompartiyasining vakillari yig'in raisini vakilning so'zini darhol to'xtatishni ko'p qatim talab qilgan bo'lsa-mu, yig'in raisi yanala so'zligichini so'zingizni davomlashtiring degan. Xitoy vakili nihoyat osal ahvolda qolgan.